O'zingiz yaxshi ko'rgan narsani ota-onangizga ham berib turing. Chiroyli kiyimlarni yaxshi ko'rsangiz, ota-onangizni ham chiroyli kiydirib qo'ying. Chiroyli yashashni xohlasangiz, ularni ham chiroyli yashatib qo'ying. O'zingiz nimani xohlayotgan bo'lsangiz, ularga shuni qiling. Bir kuni bir odam kelib menga bu yil hajga bormoqchiman, nima qilsam bo'ladi deb savol berdilar. U odam avval hajga borgan edi. Hozir u ham olamdan o'tdi, Alloh rahmat qilsin. Men aytdimki, "Hojiga siz hajga borgansiz-ku?" desam, "Borganman, lekin mazza qilmaganman." "Nega mazza qilmagansiz? Nega rohatlanmagansiz?" "To'g'risi onam bilan borganman. Faqat onam bilan ovora bo'lganman. Ka'bani atrofida ham, boshqa joyda ham shu endi mana o'zim bir borib maza qilib ibodat qilsam." U kishi gapiryapti-yu, meni ko'zimga yosh kelyapti. Ancha bo'ldi, men unda ancha yosh edim. Men aytdim, "Siz mazzani bilmaysiz ekan-ku, birodar. Onani qo'lini ushlab Ka'bani atrofida aylanishdan ortiqroq mazza bormi?" Endi onamiz, otamiz yoshligimizda o'tib ketgan. Har safar ketayotganimda kimdir menga ota-onasini omonat qiladi. "Domla, iltimos, ota-onamga qarab turasiz-a" deydi. Ka'ba atrofida aylanib, boshqasini onasi bilan otasini qo'lini ushlab yurgandagi alam, u paytdagi zorlanishni aytib bera olmayman. Lekin aytayaptilar shunaqa deb. Men mazza qila olmadim. Undan ortiq rohat bormi? Men aytdim, "Bu gapingizni bir aytdingiz, qaytib aytmang. Siz yana 10 marta borish imkoniyatini toparsiz. Lekin endi Arofatda onangizning duosini ola olmaysiz. Endi Ka'ba oldida duolarni ola olmaysiz. Shuning uchun ota-ona hayot bo'lib turgan mahalda qanday qilib bo'lmasin ularning ko'nglini oladigan ishlarni qilib, ularga qilingan xizmatdan rohatlanish kerak, malollanish kerak emas."